PKB shunchaki mashina emas, bu klass va komfort mukammal uyg'unligi. Bu mashinamiz full opsiyaga ega LED chiroqlar, multimedia, 360 kamera, sport rul va boshqa detallarni o'z ichiga oladi hamda katta panoramli lukumizda ham bor. Holatga keladigan bo'lsak, mashina yaqqol sportkanligi bilinib turibdi. Yangi Michelin ballonlarini taqib qo'yganmiz. Mashinamizning kapotini ostida 191 ta ot kuchiga ega bo'lib, u 2,5 atmosferniy motorga ega. 10 ta 11 ta shahardan tashqarida bo'lsa 6,5-7 ta yog'li ichadi. Siz agressiv va tezlikni yoqtirsangiz, 9+ yoqilg'i ichishi uchun ham tayyor turishingiz kerak. Ushbu mashinamizdan yili keladigan bo'lsa, yili 2022, yurgani 40 ming, narxi keladigan bo'lsa 27 ming. Bizga murojaat qiling, kelishtirib beramiz.